Mana bosib telefonda mavjud. Hozir bichib oldim. Hamma stolda, hamma orqa oldin adina qilib bichib oldim. Endi bularni o'rtasiga mana buklab, o'rtasiga mana bu joyiga va mana bu joyiga qaychi bilan belgi qo'yib ketamiz, kesib qo'yamiz ozgina, чтобы keyingilarini ulashda to'g'ri ulash uchun. Shuning uchun hozir bitta hozir mana qaychi bilan belgi qo'yamiz. Hammasini ozgina kesib qo'yamiz, чтобы belgi bo'lish uchun. Bu o'rta ekanligi bilan turaman. Ko'ryaptimi? Bu yog'ini ham ozgina kesib qo'yamiz. Buni ham. Mana endi matoni o'ngiga qo'yib, mana o'sha belgilagan joyimizni, mana bu o'rtani, ikkita matonni o'rtasini belgilab olamiz. Mana bunaqa kant olganman. Hozir bu kantni mana bu ikkita o'ngni o'rtasiga qo'yib, mana bu holatda kantni mana bu ichiga qaratib qo'yib, mana bunday holatda tikib ketamiz. Bu shunda ichida qoladi, o'ng'isida bo'lganda bu yoqda chiqib turadi. Endi tikishni boshlaymiz. Telarini to'g'irlab, kantini to'g'irlab tikib olamiz. Mana kant ichida qolyapti. Tikib bo'ldim. Hozir endi buni mana bu o'tirgan stolimga hozir kesib qo'yamiz. Qaranglar qizlar, qanaqa chiroyli chiqdi. Ertaroq qilmaganimga hozir afsuslanyapman. Mana. Bu tarafini ham ko'rsataman mana. Albatta hozircha kamchiliklari bor, lekin chiroyli. Chiroyli chiqdi. Qizlar, mani stol chexolim bitdi. O'zimga juda ham yoqdi. Ertaroq qilmaganimga afsuslanmayman, stol shunaqa kir bo'lib ketuvdi. Endi uni har doim o'zingiz uyda yuvib tozalay olmaysiz. Men chunki bir marta bitta stolni yuvib ko'rganman, kleylari ko'chib, oyog'i sinib ketdi. Keyin uni boshqatdan kleylattirdik. Endi qolganlarini yuvishga qo'rqdim, shunchaki o'sha chistoylar bilan tozaladim, lekin baribir dog' bo'lib qoldi. Ichida machalkasi borligi hisobiga. Endi uni maxsus o'sha tozalaydigan plisoslar bor, yuvib tozalab suvini yaxshi shimdirib oladigan, o'shalar bilan maxsus chaqirtirsanglar, kleyinglarni o'shalar tozalab berish mumkin. Lekin uy sharoitida mana shunaqa menga o'xshab chexol tikib qo'ysanglar, stolinglarga menimcha ancha toza bo'ladi, toza turadi, ancha payt yuvib ishlataverasizlar. Meniki ham ideal emas, lekin tagiga hali qo'yishim kerak hozir. Ot esimdan chiqib qoldi. O'sha matolarning tagiga o'zi maxsus stollarni chexol uchun qo'yiladigan matolar bo'ladi. Sintefonli o'zi qavilgan bo'ladi. O'shanaqa hali qo'yganim yo'q, lekin shuni o'zida ham men o'zimga rosa ham yoqyapti. Ko'rish xohlaysizlarmi? Mana. Mana qizlar, qaranglar. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Endi men unaqa olmadim-da, sanqlar qiyshayib qolibdi. Nima edi? O'sha tagiga qo'yish uchun maxsus kirlarni ham o'tkazib yubormaydi. O'zi metrli sotiladi. O'sha parda sotadigan, chexol sotadigan do'konlarda metrli sotiladi. O'shalardan olib tagiga mana shu astar bilan qo'shib, mana shu ustidagisi bilan qo'shib tikilsa, rosa ham chiroyli turadi. Qoviladida ham butlari qilib bo'lsa, rosa ham chiroyli bo'ladi. Lekin shuni o'zi ham yomon emas. Men bu tagiga qolgan matolidan 2 metrgina mato oldim, o'zi ko'p olmadim. Yana qoldi. Mana bu bufigim bor. O'sha bufiglarning ustiga qilaman. Mashina o'zi ham menimcha yomon emas. Endi